shu davrda o'quv ilmiy ishlarni rivojlantirish uchun yetuk olimlar va tajribali o'qituvchilar kerak edi. Tarixiy ma'lumotlarda va universitetdagi bo'lgan ma'lumotlarga ko'ra, shunda Bekir Cho'ponzoda birinchilardan bo'lib o'qituvchilikka qabul qilgan. Chunki u odam hammamizga ma'lum juda yetuk tajriba ega bo'lgan, tajribaga xorijiy mamlakatlarda faoliyat ko'rsatgan, lotin alifbosini joriy qilishda, tashkillashda O'zbekistonga tashkil qilingan. Yilda ilk bor ochilgan Pedagogika va o'qituvchi institutida o'zbek tili adabiyot kafedrasini ochishga asos solgan va hozirgi kunda biz qo'rqmasdan aytamizki, o'zbek tili adabiyot fakultetidagi ilmiy salohiyatning 80% bo'lishi ham ana shu davrdagi u kishini juda katta xizmatlardan bittasi.